电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人Nijadı. Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shunaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasatçı Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundaqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Devletlik birinci derecelik artist Xalqyar Naqshchi İpek Gölü sadası programmasının baş yetakchi ustozi Abdullah Abdurim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Abdunum Raylık Partikom Teşviqat Bölümü Sabık Muavin Küzetçisi Şinjan Hua efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Devletlik birinci derecelik kompozitör Ataqlıq Naqshchi Şinjan Moda Muzika Jamiyatining muavin boshlig'i Madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abdukim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Toshmuhammad Batur efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jalil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqışlıq yaş naqshchi kuyi elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Ay bulsanız gideydiniz yarga. Ay bulsanız gideydiniz yarga. Çerçen oğlu Adılcan'dan mekirlik, çekirlik, Çin yürekten silege siling. Gapni uchiq qo'ysa vallahi. Bize kon naqshchi balkim u yerda naqshchilik qilib baqqan bolalarmi biladi. Bundan bir 100 yillar burun ko'rishgan boshqa naqsh aytadi-ku shu. Manda qillar bolalar. Mush ukamni to'li gap qilsamay. Biz o'zini tanlatmaylimi? Allah olsun artık rahmetine yetip gelsek mi? Yani şu ko'nglimizda bilishlik. Hammalarga rahmat. Men mishada o'tirgan ustozlarning barcha naqsini yoqtirib aytaman. Kichikimdan shunday bo'lib kelgan. Mening tanlashim bo'lsa Toshmuhammad ustoz. Güzel bir arzu bilan besilgan qadam qalbiga tutashdi. Muborak bo'lsin. Bugungi tanlışınız atki zo'r qalbingizga sababchi bo'lsin. Öz yarığı yetemdi degan naqshni Adil olim inimiz o'rindadi.
Endi o'rinlash jihatdan azdır köptür severlikler bolsunmi? Bu severlik nayt kichik severlik. Çünkü bu bolalar nayt jiddiylish ichida sahnaga chiqadi. Shunda bo'lgan tunji qadam nech ustoz bor. Bu yerda azdır köptür severliklarning bo'lishi normal ahvol. Shuningga men bu inimizni cho'qim shu keyingi qadamlarda yetaklasam cho'qim yetaklagan kuchliq o'ziniki alaydigini chiqara olaydi degan ishonchim bo'lg'achqa bir navbat fursat berdik indimizga. Cho'qim yaxshi tirishsa yaxshi natijalar bo'ldi. Sifat ve ünüm cəhətdə həmini qayil həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzellik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Guruhi mayırlarga omad tilaydi. Voy, adaş girim üstellerin girim buyumlara toş kitipten imda peyzi, ben koğunlan rengini bir görüp. Adaş, Altın Göhər şirketinin Altın Göhər markasındaki bir yürüyüş teri asraş məhsullatını işletilatmen. Bu bolsa Altın Göhər nemlik saxlaş bürkümüzken. Ne? Bu bolsa Altın Göhər yüz tazlaşmazlık iken. İşqilip dağlamamay sen bir işletip baqa adaş. Şundayım adaş, terlerin şunda paqırıp, mavkunların yoqap, şыңıp, aqırıp ketipse. Bana adaş bir oldurayı vermey, bana eliş bəgine bile berip geleli paranışı. Bir adaş. Seginimen. Yaxşımsizlar, ekran aldırdık görülmenler. Mening ismim Mirkamil Alim, bu yıl 21 yaş, Qashqar Fayzvatdan. Bu qitimki 6-cı qarar Altın Göhər İpək Yol Sadası programmasına qatnaşdıq məqsədim bolsa, özümnin naqş etiş cəhətdəki alaylıqımni namayan qilish və bahalıqçı ustazlarning man qandaq təklif fikir verirganligini anlap beqish və bilib bilish məqsədida qatnaşdım. Mən adətdə Amiba uslubdagi və xalq naqşlarini yoqtirib anglayman və yoqtirib aytaman. Bu programmaning menga bo'lgan ahamiyati bo'lsa, naqshni qandaq etish, qaysi jihatlarda bakroq diqqat qilish to'g'risida ustozlardan texnik ko'p bilimlarni egallash. Armanlarda kütüp her gün seni sığınıman yar. Yüreğimde işilmez tügün seni sığınıman yarım. Yüreğimde işilmez tügün seni sığınıman yarım. Gözlerimde üter bu gülürüm gemde, üter bu gülürüm gemde. Tapalmazdım seni alemde, seni sığınıman yarım. Ey tapalmazdım seni alemde, seni sığınıman yarım. Yaman buldu ahvalım, seni sığınıman yarın. Hazan buldu baharım, seni sığınıman yarın. Hazan buldu baharım, seni sığınıman yarın. Seni sığınıman yarın. Yetsin sana nidayım, seni sığınıman yarın. Ey yetsin sana nidayım, seni sığınıman yarın. Seni mallarda kütüp her gün
seni sığınaman yarim Yüreğimde yeşilmez tügün Seni sığınaman yarim Ey yüreğimde yeşilmez tügün Seni sığınaman yarim Ey seni sığınaman yarim Qadrli do'stlar, sifat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bo'sish xarakterlik natija yaratgan mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay go'har guruhi programmamizning tojdorligini oldi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemaklik cheklanish shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay cheklanish shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib mengayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklanish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüçi xanım qızlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xanım qızlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemaklik cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. 各位评委老师好，我叫米尔卡米里阿里姆，今年21岁，来自卡市加市县。Hürmetlik bahalovchi ustozlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Mirkamil Alim, bu yil 21 yosh. Qashqar Payzvat Naysdan keldim. Musiqa ma'rif kasbida o'qiyapman. Yaxshi. Natijamiz yaxshi, Mirkamil. Qanday yaxshi bo'ldi? Jiddilashib ketib yaxshi aytolmay qoldim. Ha, o naqshini yaxshi aytmagan bo'lsang, ma'lumlar aylanmaydi. Yaxshi aytgan o'xshaysa. Ablat ma'lum, ha? Kamiljon, Aygul ma'lum, 3 ma'lum sen uchun mundaq o'rindiq aylandirdi. 21 yoshli bolam. Endi o 3 ma'lum, 1 ma'lum aylansimi bizning natijamiz. Ish qilib bizning ma'lumimiz bor bo'ldi. Hatto bizning aytgan naqshimizni o'qituvchilar aylanmay qolsimi, biz bugun bir naqshini butun hatto butun dunyoga deymizmi mana. Hozirgi to'rning kuchi bilan butun dunyoga anglitimiz degan gap. Cho'ng natija. Uning qaraganda biz yaxshi natijaga ega bo'ldik. Chiroyli aytdik-ku bu bal naqshini. Rahmat ustoz. Xo'sh, bu kimning naqshisi? Bu teksti Erkin Sidiq akamizning, ahangi Mirzahmat Toshmahmet akamiz. Kim aytgandan o'rganding anda? İlzat kamning aytganini anglab o'rgandim. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Ilzatningki naqshisi shuni anglagan ammo. Umi chiroyli aytdi. Shu uslubda naqsh aytgan balki bu ovoz yumshoq ekan. Yumshoq, biroq bakan. Biraz tutuluş ba ovozda burun maçtamı ya? Yo'q, ma sahnada sal ashta Bek yovuşup ketdin oğlum. Sal yamanşa. Şunchun gap qilib. asli unday emasdi, ma sahnada sal jiddilashib qolib ashta. He, bo'pti. Unda bo'lsa biz ma'lumlaringning fikrini anglaylik, ha? Men jo'g'anda bu balamizningki ovozda bir tam bor ekan, tam. Men shu tamni deb o'rildim. Anondan keyin ovozda azdir ko'pdir muqimsizlik bor, lekin ovozda tam bor. Ondan paraq naati bek inchki mana shuning paraqchu bek ushaq inchki paraq buni bek elish unda oson ish emas. Bu paraqni to'liq oldi. Ondan eng muhimi naati tatliq tam bilan aytdi, mana shuni yurak bilan aytdi. Balkim sahnadagi jiddiylik sababi tufaylidan ovozda azdir ko'pdir ko'tarilib tushirib muqimsizlik bo'ldi. Men uni cho'qim shu birinchi qatimda sahnadagi jiddiylashish, muqim pianino ovoz bilan bir shu muqim ovoz mashqini qilsak, allop ketsa, ma balada hali odamlar tepilmaydigan ma ovozda bir tatliq tam borchu. Bu tamni endi ba'zilar yana ügütüp qo'yg'ilmaydi, mushuni bayda qilib olay deb qilib olmaydi. Tam bor ekan bu balada.
Qolgan ovozdagi muqimsizlik ketgan o'y taraflarini biz mashq orqali tuzab ketgan bo'lgan taraf borchu. Andikin halqi puroqlarni bek inchik puroqlarni aytib yaxshi elib mangdi. Shuning uchun o'rildim. Mening guruhimga kelib, bundan keyingi bosqichlarda Ipak yo'li sadosidagi eng yaxshi natijalarimiz bilan eng yaxshi tarafimizni namoyon qilishni kutaman. Rahmat ustoz. Ablatkam hozir deb o'tdi, ovozning ta'mi bor ekan deb. Haqiqatan bir naqshchiga bir dit ketadi-chu. Mush başdan oyoq ap mengişiga, hissiyotlarni ifodalashiga, mush puroqlarni inchki nuqtalarini elishiga bo'libmi? Biz uyunamaydigan bir qismlari bor-chu naqshiniki. Uni bizning tabiiy tug'ma holatda ishtaq bo'ladigan holatimiz bo'ladi. Uni endi uyunibmi o'rgangili bo'lmaydi-chu. Ash ablatkam degandek haqiqatan bir ovozingizning ta'mi bor ekan. Uning o'z-o'zimmi shu naqsha aytishda bir ditingiz bor ekan-chu. Maqitim qarorda umum jihatdan bolalar yoshlaşıptı, bekli yosh ham saviya jihatdanmi yana xilili ko'tarilish bor. Shunchak so'yindim, bek xush bo'lib ketdim. Sizlardek yosh bolalarning shundoq bir cho'ng sahnaga chiqib, italig'ini men o'ylab, men 21 yosh vaqtim nima ish qilayotganimni o'yladim, men sahnalarga chiqibdim, lekin voy jaloqlab, futum degan titrab tomoshabinlar ko'rib qolmasalar deb cho'ng ko'ynaklarni kiyib olgan gap, futumdan kontrol qila olmay titrishga. Sizlar degan mana shundoq sog'lom shunchak yaxshi holatda aytyapsizlar. Agar endi mening guruhimga kelsangiz, mushu ovozdagi azroq turoqsiz holatlarni hal qilishni o'rganamiz. Rahmat ustoz. Muqam kasbini o'qiyman dedingmi? Nima? Musiqa ma'rifida. Qulaqashtaroq anlatdi. Qanday anlatdi ovoz naqshi yetishtirangda ovozingni bek chiroyli aytding. Ustozlarning fikriga men qaytilma, bundan keyin ishlaring yaxshi bo'lsin, bizning guruhga kelsang, ikkimiz ham davomli o'choq. Rahmat ustozlar, hammalar mening nazarimdagi eng hurmatga sazovor, eng hurmatlaydigan ustozlarim. Kichigimdan Abdulla Abdurim ustozning naqsini anglab, o'rganib, hozirgacha ish qilib, eng hurmatlaydigan ustoz. Rahmat. Ovozing bag'an sir bitib ketib bordi-ya, ishni tugatmasak bo'lmaydi, qara. Hozir jiddiylik sababidan gap qismi qislayotdi. Buni o'zgartmasak bo'lmaydi, Juma. Yaxshi bizning ma'lumlarimiz bor bo'ldi endi. Bilam, sen o'zing oxir xulosani qila. Mening tanlashim bo'lsa, Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücrelerini ozonluq bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü del kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishga egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkiblik kollagenlik oqsil peptidi. Aku, o'xshagan bir tamoq qo'shib yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetik qo'llari.
Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 35'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen balıq çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rinli bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Delkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Delkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Delkar kiyimlari. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Erdambog' yemek-içmek pay cheklik shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Ablat Ablukim ustoz. Muborak bo'lsin. Tirishchanligingiz bilan san'at yo'lingiz texmi parlaq bo'lsin. Mirkamil olim bu mayirimiz o'zi tahi yashi kichik, yosh bir mayir, san'at maktab, oliy maktabda tahi o'qish bo'layotgan tahi o'qish bitmagan bir mayirimiz. Bu qatim seg'inaman temizligi naqshini nihoyatda bir yaxshi bir chiroyli puroqlar bilan, shundoq tetimliq ovoz bilan, ba'zi inchki hissiyot puroqlarini shundoq o'ziga xos bir xoslik bilan ijro qilib, mening qalbimga ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun men o'rindiq aylantirdim. Boshqacha bir ortiqchiliklar bilan bundan keyingi bosqichlarda texnik yaxshi natijalarning bo'lishini tilayman. Gratsiya. Qara adashma Cho'ng'istonning tetiklarni setib kirgantimdigina buning turlari intayin jiqkan. Sama sho'rib tetikisi, quruq qozon qo'rim tetikisi, yana shunaqlarmi shu Italiya chöp tetikisi turlari intayin ko'pkan. Kechdi bir payzi qilib yemamda. Voy buldu adash buning turlari hali jiqkan buludu. Onda o'g'achasini qo'lan xaltatliq kechdi bir payzi qilib, qo'rdoqdan birini qo'rsang payzi qilib yeymizmi da. Bo'lcha taqib uchrab ketdim. İmzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Yichi Yao Bey. Yaxshimisilar, men Ko'rlar Xo'jayindan kelgan Qaysar turdi bo'laman. 6-qaro Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishimga shu naqshi muzikaga bo'lgan zo'r ishtiyoq turtki bo'ldi. Men odatda ommabop uslubdagi naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishga ota-onam va nurg'un do'st birodarlarim intayin qo'lladi va yaxshi talab fikrlarni berib, shu sahnaga chiqishga turtki bo'ldi. Ularga rahmatim bor. Kelgusida texnik yaxshi tirishib, yaxshi ijodiyatlarni qilib, shu naqshi muzika yo'lida davomli menishni orzu qilaman. Feyzi.
手和你的钥匙，让我们融化在这节奏里。不要在意昨日的忧伤片段，不要理会那些未曾兑现的承诺，让我们一起摇摆，一起摇摆，忘记所有伤痛来，一起摇摆。明天会发生什么？谁能知道？所以此刻让我们静静的一起摇摆，忘掉防晒霜，忘掉浮水蛋，忘掉去年夏天糟糕的爱，忘掉玫瑰金，忘掉旧悲春，忘掉那些丢失的你的谎言，让我们一起摇摆，一起摇摆，忘记所有伤痛来，一起摇摆，昨日的欢愉，证明天的惆怅，不如此刻让我们静静的一起摇摆。不要再期盼不会回来的人，不要再等待无法现实的事情。回想了所有的漫漫长夜，你是否流入默默心里的泪水？让我们一起摇摆，一起摇摆，忘记所有烦恼来，一起摇摆。明天会发生什么？谁能知道？不如此刻让我们静静的一起摇摆，昨日的欢愉，整整天的惆怅，所以此刻让我们静静的一起摇摆。证明天的惆怅，所以此刻让我们静静的一起摇摆，一起摇摆，一起摇摆，一起摇摆，一起摇摆。Pek o'tirib ketdim, nimalar xayol qolsa? O'tirib o'ylab qoldim adash. Hamma narsaning zamonga yarasha modasi bo'ldiki, kiyim-kechakning modasi bo'ldiki, biz anglaydigan naqshlarning modasi bo'ldiki. Albatta modasi bo'ldi adash. Bu ishlarni o'ylab nima ish qilasanmi? Shu havo yillashga boshladi adash. Bu yil shu ichimliklardan qaysi ichimlik modullar deb o'ylab qoldim. Albatta adash, Abdulloh ustozimiz obraz vakili bo'lgan Ardambog' jam ichimliklar bo'ldi adash. Qaysi ichimlik bu? Qutaqdi. Mana bu Ardambog' jam asal suyi. Ketib boqamsan? Adash nimani ta'mi yaxshi buni? Ush bir qutulma? Usta tayyorlanib bilib adashmasam 1 yoshga g'ash ekandim sana beray, a? Bunda yaxshi. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shuish jamoati bilyard klubi chekki shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qarar programmalarımızga o'xshashlam. Bizning 6-qarar Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta.
Birinci derecik mukofotga erishgan Mayirni Shanxay Go'har Groyi cheklik şirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecik mukofotga erishgan Mayirni Xinjiang Chong Ustam yemeklik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecik mukofotga erishgan Mayirni Xinjiang Herdembaq yemek-içmek pay cheklik şirkati cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan Mayirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan Mayirni bo'lsa, Xinjiang Chuish jamiyati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Undan boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan Mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan Mayirni Xinjiang Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. 各位尊敬的导师们，你们好，我是来自科勒合金的凯撒徒弟。Assalomu ustozlar, men Korla Hajindan kelgan Qaysar Turdidan amanlarga o'tliq salom. Qaysar o'zi mushu naqshni o'rgangili qanchalik bo'ldi? Naqshni o'rgangili hali uzun bo'lgandi. Ha. Sal jiddiylashib qoldim. Qaysar bir yering og'rimaydigandi. Bummo Van Fan'daki naqshisi bu ma? Yaxshi naqsh tanlab ekandik. O'rilmoqdimi? O'rla. Bu da bir aytqizib beraymi? Yo'q, jiddiyleşib, azroq bir savalliklar. Qaysar shu naqsh aytish uslub mushma? Ha, mushtarak uslubda. Bummo yaxshi naqsh ekan. Hiç yovbaydigan yerni menga o'gitib bo'lding sen. Naqshini anglab bo'g'chili shu yerga yotib bo'lib qoladigan. Men yig'iblar davtay asosli masala yimbujun. Albatta bumi bir cho'ng texnik ketgan. Men birining og'rimdi degan yerim, gelin og'irdimi, og'irmidimi? Gelim og'irmidi. Demak sen uzun aytganda bundan naqshilni, ha, buningmi jiq texnik ketdi, lekin yanıla biz bir san'atlik naqshi aytimiz emasmi? Mayli yo'g'un bo'lsin, mayli balla hozir yangidan moda qilib bizning bolalarimizni aytib kelayotgan rap bo'lsin, qanday uslubdagi naqsh bo'lsin, biz cho'qim san'at nuqtasidan bunga talab qo'yamiz. Shunga ma'lumlar balkim buni yig'ib aytganda ma'lum sabablar tufaylidan deydi. Juya o'sha yimbujun. Qaysar o'zi minkoha emaskan qaraganda. Minkoha emas. Minkoha emaskan, lekin bu naqshini yozini这些方面还是比较清楚的。这首歌呢是我刚才我点的，一起摇摆，因为我们前面唱的都是经典的民歌之类的，一起摇摆呢就比较现代，把现场的气氛呢能够活跃一下，目的是这个。我觉得他唱的还是那种感情还是唱出来了，那种活力啊，那种活力啊。现代歌曲，流行歌曲，要能够调动大家的情绪，我觉得这个作用是起到了啊。谢谢老师。唱的还是挺好，继续努力。好，谢谢老师。Qaysarga men bunda bir gaplarni degim keldi. Mush qitimmi tizimlatgan adam bu musobaqa qatnashimizda bek chiqqan. Necha ming adam orasidan tanlanib haqiqatan bek tanlanadi bu qitim ma'lumlar. Şunun arasından şu neçe 10 qata kirganning o'zimi meningcha olganda xili cho'ng g'alaba deb o'ylayman shaxsan men. Shunga hargiz ko'nglingizni o'jardan bir yerim qilmay. Manda qildi. Hazrati Elimo bek nima qildi? Asli zodi bir oyni paqqisi bor ekan, kechikib qoldi. Ma'lum sabablar tufaylidan. Rahmat. Mushu 5 ma'lum men qo'shilib 6 ta adam qachonda sen bir naqshi chiqiray men bir yana bir naqsh e'lon qilay degan vaqtda bizdan yordamimiz kerak bo'lsa, hargiz aymaymiz. Juzu tarafidan bizdan aloqalashlarimizni o'rnatamiz. Ondan hozir sana bir 2 minut vaqt beramiz. Ko'ngil so'zlaringni izhor eylaysan. Bo'ldi barliq ustozlarga rahmat amonlarga. Bizamdanki mushni sahnaga endi bunda cho'ng sahnalarga tunji qatim chiqishim bizamdanki jiddiylashib ketish sababi bilan mushtaq qoldim, lekin barliq ustozlarningki qimmatli takliflariga intayin rahmat. Meni qo'llagan ota-onamga va urug' tuqqan do'st birodarlarimga hammasiga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat. Biz yana seni mushu sahnalarimizni kutamiz. Rahmat.
sahnimizda tanlashma, shanlashma bo'lib, bugungi talon olmaslik san'at yo'lida to'xtab qilishni ko'rsatmaydi. Sizning sahnimizdan qaytgandan keyin texmi tirishib, o'z natijangiz bilan qalbimizni moyil qila olishingizga ishonamiz. Bu adaş bugün ben kilişke var küsen var. Ya adaş bugün toy qiqas baray deb imzardan kostyum setib olgandim dedi. Ya sen imzarını sağamam. Ben imzarını sağıp gelme cilet kılır var ki adaş içinde. Pezke. Toy qılmağam. Ha, toy qiqas berib kelmem. Adaş birlikte. Rayonimizda güzellikni söygüçü hanım-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda hanım-qizlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari mahirlarga omad tilaydi.
各位导师，你们好，我是马燕，来自新疆乌鲁木齐。马燕是在我们新疆艺术学院上的本科和研究生，然后研究生毕业之后，现在在我们的戏剧系、戏剧学院当老师，当声乐老师。我们的这位阿卜杜拉导师也是我们艺术学院戏剧系毕业的。而且我们特别有名的表演艺术家，我们现在新疆好多那些表演艺术家里面，他们都是在我们艺术学院毕业的，而且他们的声音也是特别好，所以我特别希望你在以后的工作当中，把这些戏剧学院的声音条件好的那些学生，尽量的把他们带出来。好，谢谢老师。其实前2天呢，我也是非常幸运去听了这个阿卜杜拉老师在新疆艺术学院的这个讲座，包括也去观摩了您的这个手借人的音乐剧。您呢是我这个艺术道路当中，我觉得是榜样一样的老师向您学习。我现在呢作为一名音乐教师我觉得无论是从自己的教学上像阿依古丽老师说的，对学生要有更高的要求，那么发现更好的苗子，把他们能够带到舞台上。那么其次呢，是自己在歌唱的这个道路上也要对自己有更高的要求我自己是这样想的。特别特别好，你的声音特别美。我们在艺术学院那个讲课的那天我们在那儿见过面，但是我倒是不知道你的声音那么好听。那个时候也没有条件，也没有办法听你的声音。这个我对艺术是外行。但是我可以听出来，他唱得非常好。这首歌呢，应该也是在这个新疆过去的老的这个民歌的基础上，改编的改编的。这就是艺术的再创作。现在我们新疆呢，我觉得缺的就是这个再创作我们新疆有很多非常经典、非常内容非常健康、非常好的。而且很有群众基础的一些经典民歌，但是如果我们老是按照过去的那种表演形式表演下去，我觉得是不够的，没有创新的，不够的，应该进一步的在创造的基础上实现它的转化。马燕老师，你现在当老师了，我觉得还有一个责任，那就是如何推动我们各民族文化创造性转化，在这个转化上面下点功夫实现了这个创造性的转化、创新性的发展，我们新疆的文化才能够推向全国、推向世界。我就讲这么一点。好，谢谢老师。讲的对不对？谢谢谢谢，特别感谢你的这个今天给我们带来的这首特别美妙的声音和这首曲子，也希望你多来我们的舞台。好，谢谢老师，谢谢谢谢。我们为你骄傲。当学生，现在当老师，哇，这个过程是特别美好的。对呀，是，谢谢老师。希望再次看到你的表演。谢谢各位老师，谢谢谢谢。o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima desak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Tomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Tomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetikqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq paysmikan? Albatta. İçip baksan bilirsin. Ukam, Abdulla içken qoq suvidan bizga nima keling? Jamning qoq suvidan deymiz. Sağırıp pişkan ürükning toza may bag'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qayta topdik. Jam.
20 yillik tarixga ega Mijit Avtomobil Mulozimat Markazi sifat, mulozimat, texnikani bosh nishon qilgan bo'lib, avtomobil tok yo'li, avtomobil remontchiligi va avtomobil asrash birga birlashgan universal mulozimat markazi. Yangi texnika va uskunalar atrofliq va samimiy mulozimati bilan avtomobilingizdagi har xil masalalarni hal qiladi. Eng yangi texnika, samimiy mulozimat Mijit Avtomobil Mulozimat Markazida. Adresi Davan Shimol yo'li 593-nomer. Telefon 138 998 138 74. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'ruq tushishning oldini aladi. Teri hücrelerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dağ tushishning oldini aladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aksıl bilan munosabatlik. Göher Boniausan tarkibli kollagenlik aksıl peptidning badanga so'milishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tükte o'chkuchilari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Boniausan tarkibli kollagenlik aksıl peptidi. Qiziqishning oldida harg'inlik hech gap emas. Lekin yangilik ba'zida qizg'inlikni besib tushadi. Hammani besib tushadigan bo'lsa, yanala katran yobini. Ishonmasangiz, yapaqalardan so'rang. Chunki uning lazzatini yapaqalar biladi. Katran yobini. Tashqin demak vujudimga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkım gammede. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqalları. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rahiti jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Sifat ve ünüm jihatda hammani qoyil ham moyil qilgan oltin göher, oy göher teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bosish xarakterlik natija yaratgan Shanxay Göher guruhi mayirlarga omad tilaydi. Vay aka, gitar chalib charchamadingmi? Bir ay ko'rib o'ynab kelmamdoq. Bo'ladi, nega bo'lsak qilar? 3 jamoat bilyard klubi ko'rib o'ynab kelmamdoq. Bo'ladi, katta Jira. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Chongstam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Oltuncan degani bitallay. Yaxshimsizlar ko'pchilik. Mening ismim Muxtar Halil. Bu yil 35 yosh, 90 oyisidan keldim. Ipak yo'li sadosiga kichigimdan boshlab san'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim boshlab keldi. Men odatda xalq naqshlari ham ashunga moyilroq naqshlarni yaxshi aytaman deb qarayman. Ipak yo'li programmasiga qatnashishimga opam, qarindoshlarim, do'stlarim degandek hammasi yaxshi qo'llashlari bo'ldi. Alohida rahmat aytadigan odamlarim, o'zimdagi direktori Maram apandim bilan Aygul xonim menga har qaysi jihatlardan yaxshi yordamlar bo'ldi. Ham shundaqla ustozim Muxtar apandimlarga cho'nqir rahmatimni bildiraman.
Osmandik şolpandek yarey Şola bemgen yarim Osmandik şolpandek yarey Şola bemgen yarim Ağzıda külüp koyup altın canek Köngül bemgen yarim Ağzıda külüp koyup altın canek Köngül bemgen yarim Allı bemgen yani yarey Allı bel demen Allı bemgen yani yarey Allı bel demen Köngül bemgen Yanin altın cane Otuda küyemen Köngül bemigen Yanin altın cane Otuda küyemen Hayvanını bilmeymen yarey Sarayını kirmeymen Hayvanını bilmeymen yarey Sarayını kirmeymen Kaça gelsen Yarim altın cane Kararını bilmeymen Kaça gelsen Yarim altın cane Kararını bilmeymen Kararını bilmeymen Rayonimiz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamış karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəklik şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Qadrli dostlar, sübət və ünüm cəhətdə həmməylərini qayil həm mayıl qılğan altın göhər, ay göhər teri asıraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşida büzüş xarakterlik nəticə yaratqan məsuliyyət və minnətdarlıq duyğusu güclü karxana Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxana və inaq ailələrə sığıb kirgan tetitqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqori sübətə kapalatlı qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayda qo'lladı. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Şinjan Çüşemati Bilyard klubi çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü xanım qızlarının aldın talışı bulup geliyotgan, sübət və pason cəhətdə xanım qızlarının alqışıga hem etiraf qilishig'a erishiyotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Adaş tügmedi mi artık? Vay ya adaş bu VCR'ın şu tügmeymiş taptı. Konsak mı içip oturup yaptık neyse. Kes kapsarcı mı? Nimi yok sen? Bu adaş şu Ketrenninki alayda aytoq çeşit yok. Bizdenki şu basketbol çolpanımız şireli obraza kilo olgan. Bek yeşike. Sana bana kaç kıldım? Şinjan Kılıçanat'ta bu. Badam, yağa, gülken çıkıp uzatkımın daha yukarıya.
Manda qilamiz. Ma bir tane abduq ma'lumay. Ma öydiklar yo'lga chiqarib bo'lsa bu avazim senda bormi yana? Pes talabaslarga göşeşler. Juda chiqlaymiz, chiqlay. İnzar kiyimleri mayırlarga omed tilaydi. Dajaxov, Vaja Muxtar Xalili, Layzi Tulufan Tokishin. Assalomu hurmatli ustozlar. Yaxshimsizlar? Mening ismim Muxtar Xalil. 90 nayasidan keldim. Bu yil 35 yosh. Rahmat. Çoğunrak balımız muşu okşaydı. Aygül malum bilen Kamilcan naiti yaxşı bizge orundaq aylandı de. Ma Kamilcan'nınki yinsasıga yıqıraqken bu Muxtar Xalil'in yinsas Aygül'na çıdıqçıligi qanmay. Naiti yaxşı boldu. Yaxşı boldu ha? Muxtar Xalil. Ben özlemgi yargıdak olmadı. 90 ayısında qaysı orunda dedin la? Yılallık bazarı. Yılallık bazarda hazır şu şeyde kadrop işlevatmız mı ya? Bu yerde şu restoranlar nakşi etip şu. Muştaq nakşlarını etip. Adet qanday nakşlarını etsin aşağıda? Ben şu ilallık bazarından çıkıp bakmadım şu 10 neç yıl oldu nakşi etip. Bizden ayada usullam oynaydı şu. Usulluk nakşlar köprek buldu. Mesela adette jiqraq etildiği usulluk nakşlardan qaysı var ilallıkta? Mesela şu hep belli. Hep belli. Unda olsa aş hep belli taza aşı balla usulüne etiş için xili qiyinli baqsa Muxtar ha. Bunu vaqıravrak etmiş olmaydigan gep çoğu. 10 neç yıl oldu bana udul kildiğen benzi otağı çıkıp bakmadı. Her qandaq benzi onu 2 köy 3 köy düşürme. Ha şu. Şu qiyinildi ekenme. To'g'ri, ovoz o'rni bek tuvan bo'lganda ekan. Bek o'zgacha bir ovoz bor. O'zgacha ekan, ammo alomat ovoz ekan, shu diktor bo'lmagan qizoya ketgan ovoz ekan. Shundaqmi? Bu 10 yıldan beri ilallıktan çıkmasak nerede yürüp diktor olur? Shu bir fursat bo'lmay qoldi. Agar bayqash bo'lib qolsa, bu haqiqatan bir ovoz bek yaxshi ovoz ekan tiqmao. Shunda xuddi qalin tuvan ha. Mening ko'z oldimga abay nima kelib ketdi desangiz qarang. Aş oxirgacha boraylaydigan ovozlardan birisida mau. Uning ustiga siz yetaklasangiz mana Raurus Muşu tövenlerini qandaq hal qıldı, üstülерге qandaq eçqıdı, hammani apmağa alaysiz. Anki asar talab birishdimi, hech qanday qiyinchilik yo'q da. Mening naqshlarimni aytib baqqan asl kuyda meninkidami tuvandek turdi ovoz hozir. Şu siznikidami 2 köy 3 kun tuvan. Aynen bu. Haqiqatan deyinisi bo'lgan ovoz ey. Hem de hiç bo'lmaganda başka benzodan yaxshiroq keldi degan Lekin shuqursim unchalar bek qiyinlar chiqmaydi ekan. Xili rohat chiqadi ekan shuqurim, ha? Unchalar tas emas. Mesela muşu Aygül malum bilan Kamiljon malumni ikkisidan birini tanla desa, maktabda qanaqa qilurmiz ikkimiz? Hemen bir şey kelishtilam tanlab bo'lgan. Meningki oxirgi qarorim Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari Tuş cəmiyyəti bilyat klubu faqat ticaret sorunlu bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, azodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush cəmiyyəti bilyat klubimiz bilyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush cəmiyyəti bilyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush cəmiyyəti hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush cəmiyyətida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qqilo havas qildi-yu,
qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. İmzar uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. İmzori kiyimlari. Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlayan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 75'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camdı ba. Biz içip köngen ballıq çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, o'xshagan bir tamoq bo'lsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima desak o'xshaydi emasmi? Nima bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Ustam Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti hem yerde Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti hem yerde Çoğun ustamның çoğunluğu var Çoğun ustam tayyar tamak ve tetik olur Səhər. O armanlarını çoqalağı yazğan qaralıq çağlağı oxşaydı. Xoşallık izdigüçülər üçün turmuş ula yaqtırıb rəng bərgən rəsmdək huzurluqdur. Xalığanda quşqa və ya ki yağmurğa aylanıdığan. Mənilik yaşaşını istemək bolsaq, özümüzge davamlıq ilham berəyli. Bu ilham sağlamlıq bolsun. Hayatımızga göhər sağlamlıq məhsulatları həmrah bolsun. Göhər. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi sotoluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozoluq bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'milishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishqa egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'shkuchilari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Kamil Celal Ustaz. Fakat tirishchanlik ko'rsatsak-la, hayotning bizga beradigan fursatlari intayindir. Muborak bo'lsin. Bu fursat bilan boshlangan kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Bu balaning ovozi meninkidan tuvanga tushadigan ovoz ekan bu. Men bu balaning naqshini anglab, buni agar men tanlab qolsa, o'rilib qolsam qanday qilaman, qandayroq naqshini qanday uslub elib boraman deganni ikki xiyol qilib, to'g'a vaqtimda Aygul ma'lum punukkamni besib o'tdi. Mening guruhim kelganligidan intayin xursand bo'ldim. Bu balaning ovozimi menikidan necha 2-3 ovoz tuvanga tushaladigan ovoz bor ekan. Hamda bundan keyingi musobaqada o'zining ovozini texnik joriy qildiradigan bir narsa qilish kerak ekanligini bildim. Muxtarning bundan keyingi ishlariga utuq tilayman. Önümdə çıraqlıq köynək aldınız? Çıraqlıqmı sizə yarabdı-da? Hə, mən şundaq çıraqlıq köynəklərini nədə yeyilişimi qəti oxumayman. Qaysı markaniki bu? Dulkar markasındakı, yəni Aygül müəllim obraz vəkili bolğan Dulkar markasındakı ayollar kiyim-keçəkləri şu ay berib alsanız boldu. Hə, əmis mən berib görəcəm o necə avlay. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtoq kuch chiqarib kelayotgan Çüş cemaati bilyard klubi çekti şirkti Mayırlarga omad tilaydi. Bir sınırlar söygen. Yaxşımsizlar ko'pchilik. Men yakandan kelgan Mayir, Zulqar Adil. Men odatda amibab uslubdagi yangi zamon naqshlarini aytishni yaxshi ko'raman. Bu programma qatnashishimdagi sabab mening naqsh etishlik talentimni, ortiqchalarimni yoki kamchiliklarimni to'liqlay olay deb o'ylayman. Menga yordam qilgan kishilar bo'lsa, uydagi ota-onam,
Ondan keyin yaqin birodarlarim, qarindoshlarım menga shunday madadlarni berib, hamshda qatnashsang, cho'qim yaxshi natijalarga erisha olasan, deyish orqali meni mag'rurlantirib, shunday qo'llab degan orqali men shunday keldim. Ustozlardan yaxshi ta'lim olib, naqshni yaxshi yetishni o'ylayman. Seni la suygan sen boshqaga kuygan men seni la suygan sen boshqaga kuygan bilinmedim muhabbet şundaqken Akşap durup yana söyərken Ölenmedi muhabbet şundaqken Akşap durup yana söyərken Akşap durup yana söyərken Alay keçer otunda köygen Yüreğimdin seninle söygen Ben seninle söygen Sen başkaya köygen Bölünmedin muhabbet şundan Akşam durup yana söyərken Bölünmedin muhabbet şundaqken Akşam durup yana söyərken Akşam durup yana söyərken Bilir misin ya Sizem misin yüreğimde sen lubar Sevmez misin yar Gitmez misin ya Bu yüreğim azabında kıynalmaz mı yan Erkeçeler Göz yaşlarım tutalmadım Bu yüreğim azabında inanmaz mı yan Erkeçeler göz yaşlarım tutalmadım Bu yüreğim azabında inanmaz mı yan Yaxshi tutdingizmi? Yaxshi, Uzun bo'lib ko'rishmagan. Endi chiroyli qilib nurlanib ketdingiz. Şu yaqiningizda Altın Göher markasidagi Ay Göher grim boyum yurishliklar ishlatmışdaq. Unum yaxshi bo'lyapti. Sizmi ilib maqdingiz bunimi? Ha, men bu Altın Göherni arlay yurishlikni ilib ishiltib sinab baqay deb bilib maqdim. Ha, bo'pti.
Rayonimizda güzellikni söygüçü hanım kızlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda hanım kızlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkar kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan mahirni Shanxay Go'har Groyi cheklik şirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Chong Ustam yemeklik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Herdembaq yemek-içmek pay cheklik şirkati cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mahirni bo'lsa, Xinjiang Chuish jamiyati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Bunun boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarimizga omad tilaymiz, natijilik bo'lg'aysizlar. 尊敬的各位老师，你们好，我来自新疆沙车前，我叫Zulfikar Adili. Yaxshimizlar baliq ustozlar, men güzel yerkenden geldim. İsmim Zulfikar Adil. Zulfikar Adilmi natijasi yaxshi bo'ldi bugun. Nima ish qilganligini deb pasulta ustozim shu Hozir bolalar. so'raymiz, biz so'ramasak bo'l deb bermaydi. Bu naqsha u yerda naqsha aytimi deydi. Ha. O'qish bitirib bo'ldingmi bolam? O'qish bitirib oldim. Nerede? Men 2013 yılı Qashqazad maktabda 6 yillik o'qish qabul qilinib 2019 bitirgan. Ha, aktyorlik kasbida. Yo'q, tembur kasbida o'qidim. Oy. Tembur kasbida 6 yil o'qidingmi? Unda o sen ecem çağıdak bo'lsa, Ha, temburni yaxshi chaladigan gap. Gitarni yaxshi ijro bo'ldi, naqsh taxi yaxshi bo'ldi. Puroq bek chiroyli. 5 ustoz to'liq o'rildi mana. Ama degan yani. Şiar olmagan bo'lsa taqdi. Aşağıda qo'shmagan bo'lsa shuncha nima desa, ma naqshida shu ashyo qatilgandan keyin o'sha xildagi naqshini aytishlar birga ba'zi bir praktik narsalarni topshirsaqmi bo'lib o'tishni chiqadiganligini his qildik-da bu dönemde. Bu naqshini o'zing ishladingmi? Yo'q. Yo'q. Va boshqalar ishlagan naqshmi shu? Kim ishladi buni? Erkin Abdurim. Erkin Abdurim degan adab ishlagan mana bu. Erkin Abdurim? Erkin gitarchi Erkinda Atlaka 19 ki o'qituvchi Erkin Abdurim qatnashgan birinchi qarog'i. Birinchi qarog'i gitarchi Erkin aktyorlik qildi. Ama degan dikanlar. Erkin emas. Ashir o'qishdi, o'qishdi. O'xshatdim. Yaxshi. Tekstimi ash Erkin o'zi yozibdi-da. Ha, ayna. O'zi akkordlashtirib. Ha, unda bo'lsa o'sha olimning gaplarini bir anglab baqilay. Qisqa qilamiz lekin qo'llanganmizlar. Bu mayrimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi ijrosi. Naqshi ovozlarni aytib muqim, hissiyot joyida, bayqi degan shunday agitma yerlardan tortib, boshqa ahongning yurishidagi hissiyotlar shunday yaxshi. O'zi kelib turib aytdi uning ustiga. O'zining yashayotganda nihoyatda hissiyotda pishgan bir tajriba bor. Ovozlarim shunday muqim bo'ldi. Mening guruhimga kelishni qarshi olaman. Hozirgi kamera ko'zam uchrashib qoldi. Bizni ayt astoydil muomala qilib anglash boshladik. Mana o'ttirib kelganda biz o'rildik-da. Ukamniki naqshini o'rilishimi shunchalik yaxshi o'rindiri deb qarayman men. Agar tanlashi bo'lib qolsa, mening guruhim kelsa, buningdagi asarlarni birga chiqsaq degan umiddaman. Qarshi olaman guruhim kelishini. Daryoning suyini ichibdimiz. Yakandan bir o'qishlarni tarbiyalay. Mening guruhimga kelsangiz, shunday puroqliq naqshlarni aytamiz. Unisi tamburni chalgan ekansiz. Muzika asosingizmi xilala kuchli ekan. Endi bu naqsh asosingizni yaxshilaymiz. Ustoz yaqiningizda shu bizning bir turkum bolalarda shunday qilib kelmas puroqni jiqqitib naqsh o'qiydigan sal ajib qilg'iliqdi. Sen oshini tuzmakchi-ku. Lekin bu fikrimiz tatliq hissiyatni joy qitib qo'yaplar. Qattiq qitib qatmaydi. Yarashtirdi. Ashirib o'tmadi ya. Bir ta'sir qildi shu yerga. Yaqiningizda ba'zi bolalar shunday qisib ustulik bo'lgandek o'ylatamdi buni ham. Biz ustozlardan o'rgangan vaqtda bu naqshlarni olib cho'ng oldik.
Unda Pırak'ın elişinde mesela Abdullah akamla Abdullah akam Taşkamlı'nın ustası yok deb qarayman men bizning ustozlar arasında. Lekin bunu tashlab bo'lgan buruncha. Tashlab oddiy hissiyat bilan aytadigan naqshini aytadigan holat kelgan bular. Shuni sen o'rilish ham sana. Sen keyniga azroq tatliq qilib bizni ta'sirlantirdi. Shuni sen o'rilding. Davom qilmoqchi. Mening ko'rib kamchiliklarni qarshi olaman. Rahmat. Zulfiqar ustozlar bek yaxshi baho beryapti. Shaxsan menmo abay Taşmayotgan bilan ikkimiz o'zimda deb qarshi qilib, uning uchun men bek kirib ketdim. Sizmi naqshiga, bu naqshni bek chiroyli naqshga o'zingiz sindirib bek chiroyli aytayotdingiz. Haqiqatan hissiyat bilan hammamizni ta'sirlantirgudek ish qilib menmo bek yuqori baho bermasdan o'rlash mahoratingizga. Endi boyatim boshqa ustozlar deganga o'xshash, yarashgan. Bek ortiqcha bir puroqlar bilan o'zimni bir ko'zitib, bunda bir ishlarni qilib o'tman deydiganlarmi yo'q emas. Biraz kamlum degandek jiqqa, lekin qanday qilish, qanday yarashtirish degan mushumi bir texnika, mushum bir hunar mushum bir bilim. Şu an siz aşçiyatlarda nait alayligingiz bak yaxshi joriy qildingiz deb o'ylayman. Ondan muzika atrofda naqsh aytish qiziqdiganda qilib tursiz. Mayli shunday bak yaxshi ko'raman, ustozlardan o'rganganman. Lekin men yaqin ashlar bir planlarim bor menimcha. Mening bilam sana. Ustozlar o'rgangan, ustozlar boshlagan va bizmo yaxshi ko'rib, yana davomlashtiryapmiz ham shu orzu-armon bor. Demakchi men yaqinda yana ashtaroq bir naqsh kichiklari bo'lsin. Va mayli mening bir naqsh aytdigan yerim bor. AZT deydigan bir musiqa. Tamam qanam bir necha vallahi dedim shunga bu yerda ancha-muncha mush gap chiqib qolsa bir qisqarlik bo'ladi. Aşağılardımı men sizin teklif qilgim bor, masalan, har qanday vaqtida yaxshi sharoit qilib bersan, masalan, bizning gruppa kirib qolsangiz shu yerlarda naq maydon kuniga mashqlan shu yerda qilsanglar qanday sharoit bo'lsa bizning muzika tarafdan bilan shu yerda bo'lamiz. Masalan, ovoz jihatdan o'zaro uyg'undigan ishlarni biz bizniki AZT muzikalik ishxonamizda oyat qilsak bo'ldi. Hammaylar har xil sharoitni qilib beradi, lekin men mush fursatda yana fursatdan foydalanib mush gaplarni degim keldi. Men sizning bu naqsha aytgan holatingiz, urilishingiz hamma jihatda men sizga yaxshi baho beraman. Mening gruppam kelishingizni arzu qilaman. Imzor guruh chiqar. Necha yosh kirdik bu yil? Bu yil 23 kirdim. Bu 23 yoshlik Mayirli bek chiqmi? Bizmi xotnab bo'ldik danglar. Men eris boshqachadan. Uyushyapsan. İşte azar yer kitib. Azar yer ketib. Azar yegan puroqlar. Azar yegan puroqlar. Şuna çıkmaydı bırak. Azar yeb ketish sababi degan olmay turibdi. Nima vaqt bo'ladi. Yani kuyarken demem bu. Yani kuyarken davatı bu. Qaraganda anada qapqı şey diye. Bo'pti. Bak yaxshi fikrlar bo'ldi. Yakanlik Lavshan kelmas. Yakanlik naqshchi. Yaxshi aytdingiz. Yenilik bor. Yenilik bor. Davomli tirishing. Rahmat. Hoş, Şambucan'ınki yaxshi fikrlarni bizmi unda anglab bakmagan, sizlar bana bir qatim seni chiqib anglayapsizlar. Hozirga qachon bizni yaxshi dagi deb yurimiz. Muborak bo'lsin. Endi seninki mushu 5 muallimdan birini tanlashga ruxsat beramiz hozir. Televizor oldidagi meni qo'llab, ko'rib o'ltagan do'st birodarlarimga va uydagilarimga meni qo'llab kelayotgan butun birodarlarimga hammaga rahmat aytaman. Shu bizga mushta sharoitni yaratib bergan, shu Buxoro madaniyat tarixi shirkatiga alohida rahmat aytaman. Meni naqshamni yaxshi ko'rib, anglagan shu men uchun o'rilgan shu 5 ustozga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shundaqla shu yakunda 2015-yili bir Nahmaydan kichilik bo'lib qilib, shunda men shu vaqtimni kichikdiman maktabdagi vaqtimda shu programmaga birab o'shada Nahmaydan kichilik ko'rdimda vaqtimda san'at maktabdamda o'qiyotgan vaqtlarimda o'qib shu programmani ko'rib, shu ustozni ko'rib taxambak san'atga bo'lgan shu qiziqligim ishib, taxammo muhabbatim, tirishchanligimni bek oshirgan. Shu ustozni o'ylab kelding sen shundami? Hozir shuni e'lon qilsa shundami?
mening tanlashim bo'lsa, Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşdı toyga toy, takıttılar seferde. İnsan şah seferde, bektikler seferde. İnsan şah seferde, bektikler seferde. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.